Zikr 9X da Major Motorsga kelganmiz. Tekshirib beramiz akalar. Kamera bilan bilasizlar, eng birinchi ochiratda reduktorni tekshirib olish kerak. Mana kamera bilan tekshirib olamiz buni. To'g'ri ko'rinadi hamma narsa. O'sha 2026 da ichi klitkalik chiqqan, 2025 da tekis chiqqan buniki. Yangi Bisprabek masla mashina. Endi baribir o'zimiz uchun tekshirib olamiz bu mashinani. Lekin odamga ham ishonchli bo'lish uchun ikkita monitorlik parlament salonlarda 3 ta bor ekan, uchovidan xohlaganingizni tanlab oling dedi. Biz bir boshdan boshladik mana shundan. Bunda kichkina bitta qirilgan joyi bor ekan, u shunaqa kelgan ekan. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, arzimas narsa, plasmas aslida bu narsa, detalga ham kirmaydi-yu. Baribir mana shu mashinani tekshirib beramiz, xudo xolasa. Mabodo sizlarda ham bu xizmat bo'lsa, 9X bo'yicha telefon qilsanglar tekshirib berar xizmati bor.